Uydirilgan din va Qur'ondagi din. 4-bob, 2-qism. Sababi nuzul hadislari. Qur'ondagi oyatlarning nozil bo'lish sabablarini hikoya qiluvchi hadislarga sababi nuzul hadislari deyiladi. 3-bobda ko'rganimizdek, Qur'on kofiydir, ya'ni yetarlidir, mufassaldir, to'liq tafsilotlarga egadir va mubindir. Ochiq oydin bayon etguvchi va ochiq oydin bayon etilgan kitobdir va din borasida barcha hukmni o'z ichida qamragan kitobdir. Qur'on hech bir qo'shimcha rivoyatlarga muhtoj bo'lmagani bois, uning nozil bo'lish sababini hikoya qiluvchi sababi nuzul, asbobu nuzul hadislariga ham ehtiyoji yo'q. Qur'on o'z-o'zini ochiqlaguvchi kitob. Bu mavzuni o'rganmoqchi bo'lsak, Qur'onning bu mavzudagi barcha oyatlarini birgalikda o'rganib chiqish yetarli bo'ladi. Ichida 10 minglab yolg'on yashiq aralash hadislar orqali Qur'onni o'rganish va o'rgatishga urinish, Qur'onning barroqligini va sofligini yolg'on va keraksiz ilovalar bilan qorishtirish demakdir. Qur'onning sasini, ovozini aniq tinglay olish uchun boshqa taraflardan kelgan shovqinlarga chalg'imasdan bor zehnimizla yolg'iz Qur'onga yo'nalmog'imiz lozim bo'ladi. Furqon surasi 33-oyatda shunday deyiladi: Ular sizga biror misol keltirsalar, albatta biz sizga haqni va eng go'zal talqinni keltirib qo'ydik. Alloh eng go'zal talqinni, ahsani tafsir keltirganini aytmoqda. Qur'onda talqin deya o'girilgan bu kalimaning arabcha original matndagi nomi tafsir, ahsani tafsira. Bugun asbobu nuzul hadislari, ya'ni Qur'on oyatlarining nozil bo'lish sabablarini anglatuvchi hadislar. Tafsir deyilgan kitoblarga masalliq xizmatini o'tab kelgan. Vaholanki tafsirining eng yaxshisini, ahsanu tafsirni Alloh biz keltirdik demoqda. Allohning dini, insonlarning yozgan tafsir kitoblari siz ham mukammal va tugallangandir. Boz ustiga asbobu nuzul hadislari orasida boshqa hadis to'plamlaridan ko'ra yanada ko'proq yolg'onlar mavjud. Ba'zi taniqli tafsir kitob mualliflari sahih va zaif degan ayrim ham qilmasdan bir qator Isroiliyotil Yahud, ya'ni Yahudiy hikoyalari ekani ochiq ma'lum bo'lgan hadislar bilan o'z kitoblarini to'ldirganlar. Ayni o'sha oyatning nuzul sababini bir qavulga ko'ra bunday, boshqa bir qavulga ko'ra esa unday, yana boshqa bir qavulga ko'ra esa ana bunday qabilida bir-biriga aloqasiz hikoyalarni tafsir kitoblarida bayon qilinishi bu sohadagi uydirmalarning qanchalik ko'pligini ko'rsatadi. Bu mavzuda uydirmaning ko'pligi shunchalik ochiq va oshkorki, hatto sunniy mazhab asoschisi va o'zi ham muhaddis bo'lgan Ahmad ibn Hanbal ham asbobu nuzul borasida birorta to'g'ri hadis yo'qdir degan. Eng katta muammolarning boshidagi falokat aqllarning mazhablarga ipoteka qilinganidir. Mazhablar qo'lidagi garovdir. Mazhabdagi uydirmalarning va aqldan tashqari izohlarning qanchalik ko'payganini inobatga olsak, ularning yo'l ochgan muammolarning qanchalik ulkanligini anglash mumkin. Mazhab orqali Qur'onni tafsir qiluvchilar Qur'onni o'z mazhablari yo'lida ochiqlashga urinadi va Qur'on oyatlariga umuman aloqasiz talqinlarni olib keladi. Ayni oyatning nuzul sababini farqli tarzda anglatuvchi hadislar mazhabchi tafsirchilar uchun Qur'onni o'z mazhabi va shaxsiy fikriga moslab tafsir etish masallig'i kabi xizmat qiladi. Zotan asbobu nuzul hadislarining aksariyati mazhablarning paydo bo'lishidan keyingi asrlarda, ya'ni hadis yozish davrida Qur'onni o'z shaxsiy va mazhabiy fikrlariga moslashtirishni istaganlar tarafidan ijod etilgan. Turkiyada Elmolla Hamdi Yazir tafsirining kirish bo'limida muallifning rasmiy hokimiyat bilan kelishuvi bor. Bu kelishuvning 5-moddasida tafsir ahli sunna fiqhiga va Hanafiy mazhabiga uyg'un tarzda hozirlanishi qabul etiladi. Professor doktor Mehmet Aydinning ifodasiga ko'ra, ideologik tafsir
Biz ko'proq ishlatadiganimiz ifodaga ko'ra esa mazhabchi tafsir zihniyati ilmolning hali ilk sahifalardanoq o'zini fosh qiladi. Qanchalik ko'p ma'lumotga ega bo'lmasin, zehnlarni mazhablarga, holbuki Alloh firqa bo'lishga izn bermagan, mazhablarga mutlaq haqiqatdek ipoteka etuvchilarni qilgan tafsirlari qanchalik ham to'g'ri bo'la oladi. Hadisni din manbai qabul etuvchilarning Qur'onni, Qur'ondan boshqa uydirma muqaddasotlar bilan ochiqlashga urinishi Qur'onni Qur'onga aloqasiz bir nuqtaga olib kelishdan boshqa biror ishga yaramagan. Bu uydirma muqaddasotlarning nomi xoh mazhab imomi bo'lsin, xoh asbobu nuzul rivoyati bo'lsin, orada farq yo'q. Salmon Rushdiyning shayton oyatlari aslida shayton hadislaridir. Qur'onni asbobu nuzul hadislariga bog'lash oqibatida islom dunyosining boshi darddan chiqolmay qolgan. Eng katta dardlardan biri shundaki, din dushmanlari bu uydirmalarni din kabi ko'rsatib, islomga qarshi xurujlar qilib keladi. Masalan, Salmon Rushdiyning shayton oyatlari kitobi o'z tamalida mana shunaqa hadislarga tayanadi. Mazkur uydirma hadislarga ko'ra bir kuni payg'ambarimiz Qur'on o'qirkan, shayton uning ichiga kirib olibdi. Uning og'zidan Lot, Uzza va Manot nomli butlarni madh etibdi va ularning shafoatiga umid qilishini aytibdi. Aslida G'aroniq qissasi deya bilingan bu hodisa ahli sunnaning bir necha mo'tabar manbalarida keltiriladi. Hadislarga ko'ra, keyinchalik payg'ambarimiz bularni o'zi emas, balki shayton aytganini ma'lum qiladi. Ko'pchilik musulmonlar Salmon Rushdiyni qoraladi, haqorat va la'natlar yog'dirdi. Hatto Xumayniy uni o'ldirishga fatvo berdi va bu xalqaro miqyosdagi diplomatik janjallarga ham sabab bo'ldi. Biroq hech kim chiqib bu uydirma hadislarni din deya o'z kitoblarida keltirilganini tan olmadi ham, qoralamadi ham. Hatto bunday uydirmalarni himoya qiluvchi hadischilarga mo'tabar olim deya ulug'lashdi. Ya'ni bu hadislarni din nomidan yoqlab chiqsangiz olim bo'lib obro' e'tibor topasiz. Salmon Rushdiyy kabi ayni hadislarni dinsizlik nomidan qo'llansangiz esa o'lim fatvosiga duchor bo'lasiz. Din nomidan qilingan uydirmalardan xalos bo'lmay turib, bu uydirmalarni yuzimizga oyna qilib tutuvchi Salmon Rushdiyy kabilarni qoralashdan ne ma'no? Din nomidan chalkash va fosid bir sistema yaratganlar va uni muhofaza etayotganlar din dushmanlarining ko'payishida va mazkur uydirmalarni dinga qarshi xurujlarda vosita qilishida hech aybi yo'qmi? Bozordagi Qur'on tafsirlari. Qur'on tafsiri deya bozorda sotilayotgan kitoblarning aksariyati sababi nuzul hikoyalari bilan to'ldirilganini ko'ramiz. Bu hikoyalar bilan go'yoki Qur'on oyatlari ma'lum bir hodisa uchun nozil bo'lgandek, zamon va makon cheklangan muhitga xitob etayotgandek tasavvur yaratilgan. Bunaqa yondashuv Qur'onning olamshumulligi, globalligi va har bir zamon va makonga xitob etuvchi jihatlariga soya soladi. Qur'on oyatlarini biror zamon bilan yoki biror hikoya darajasiga cheklash aslo mumkin emas. Qur'onning barcha olamlarga bir eslatma ekani Takvir 27 da va barcha insoniyatni to'g'rilikka eltish uchun nozil qilingani Baqara 185 da. Bu yondashuvni yolg'onga chiqaradi. Alloh istasa o'z oyatining nuzul sababini ham nozil qiladi. Masalan, sendan so'raydilar, aytgin shaklidagi oyatlarda Qur'on oyatlarining qay sababdan nozil bo'lgani yana Qur'onning o'zida ma'lum qilinadi. Allohning ma'lum qilmagani uchun biz mas'ul bo'lmaymiz. Bu dindan bo'lmaydi va dinga taalluqli barcha narsa Qur'onda mavjuddir. Qur'onda mavjud bo'lmagan narsa dinga taalluqli bo'lmaydi. Qur'onni yetarsiz ko'ruvchilar esa afsuski uydirmalarga murojaat etishga majbur va bu Qur'onning tiniq ovozini
xalal beruvchi shovqinlar bilan aralashuviga sabab bo'ladi. Qur'on Quyosh sistemasining geliosentrik ekanidan to Quyosh va Yerning harakatlarigacha, ona rahmidagi embrionning yaratilish bosqichlaridan to dengiz ostidagi suvlarning aralashmasligigacha ko'pdan ko'p mavzudagi oyatlari bilan 1400 yil muqaddam bugungi ilm fanning kashf etgani ko'plab haqiqatlarni eng chiroyli uslubda bayon etadi. Qur'onni tafsir etishda hadislarga tayanuvchilar esa ilmsiz va mantiqsiz uydirmalari sababli ba'zan noqulay, hatto kulgili ahvolga tushib qoladi. So'zimiz isboti uchun quyida Ibn Kasirning Baqara 29 va Qalam 1-oyati tafsirini keltiramiz. Alloh taolo maxluqotni yaratmoqchi bo'lib, inja suvdan bug' paydo qildi. Bug' suvning ustiga ko'tarildi va ko'tarilgan suvga yuksaklik ma'nosida samo dedi. So'ngra suvni qattiqlashtirdi va undan yerni paydo qildi. So'ng yerni parchaladi va parchalarni 2 kunda, yakshanba va dushanba kunlari 7 ta yer holiga keltirdi. Yerni baliq ustida yaratdi. Bu baliq Alloh taoloning Qalam surasidagi Nun va qalamga qasam oyatidagi Nun balig'idir. Baliq suvda, suv esa qoya ustida. Qoya esa hech bir nabotot o'smaydigan ulkan bir toshning ustida. Tosh esa bir farishtaning yelkasida, farishta esa bir qoyaning ustida. Qoya shamoldir. Mana Luqmonning na samo bor edi va na yer yuzi, baliq harakat etdi va qimirladi, yer yuzi tebrandi va ustiga tog'lar tizilib to'xtatildi. Buning uchun tog'lar yer yuzining ustiga o'tkazilgandir deyilgan qoya mana shudir. Ibn Kasir Tafsirul Qur'on. Qur'on tashqarisidagi kitoblarni din manbai o'laroq rad etmasdan, yer baliq ustidadir kabi absurdlardan qutulib bo'lmaydi. Bunday razolatni o'z she'rlarida yerdan yerga urgan shoir Mehmet Akif shunday deydi. Din ortidan qorin qo'ygan masxara shayxning biri der minbarda peshtaxtaning o'rtasiga musht urib, yer nechuk yaralg'on mushtingla ey avom xalq, yerning ostinda ho'kiz bor, uning ostinda baliq, aning ostinda tubi yo'q dengiz bordir qoyaliq. Shu payt bir sodda chiqib der, shu ham gap bo'ldimi be? Nima deding johil zindiq, qani darrov tavba de. So'zlarim bosma emas, yozma kitobdandir takmil. Mabodo kim ishonmasa kofir bo'lar qip-qizil. Mehmet Akif Ersoy Safahat. Boshqa bir she'rida esa yana Akif masxara deya ta'riflagan uydirilgan din peshvolarini ochiq ayblaydi. Nabiyga nisbat ila minglab cho'pchak uydirding, yiqding bu dini mubinni, tom yangi bir din qurding. Mehmet Akif bu din peshvosi tipini fosh etarkan ayni paytda hech noumid emas. Quyidagi misralarda bunday uydirilgan din razolatidan qutulish yo'lini shunday bayon etadi. To'g'ridan to'g'ri Qur'ondan olib barcha ilhomni, asrimizning idrokiga so'ylataylik islomni. Qur'ondan so'ng yana qaysi hadisga ishonurlar? Bu sarlavha A'rof 185-oyatdan olingan. Oyatdagi hadis kalimasini o'zbekcha tarjimalarida so'z deya o'girilganini uchratgan bo'lsangiz kerak. To'g'ri, hadis kalimasining ma'nolari orasida so'z degan variant bor, ammo Qur'on nozil bo'lishidan keyin boshqa din manbalari uydirilib, ularni Qur'onga tenglashtirilishi hamda bu manbalarga aynan hadis deyilishi Qur'on mo'jizalaridan biri. Dinimiz uchun eng asosiy muammo bo'ladigan payg'ambarga nisbat qilinib dinning yagona manbaini yuzlarcha kitobga chiqaradigan rivoyatlarga hadis deyilishi mo'jizaviy tarzda oldindan ishorat qilib qo'yilgan. Payg'ambarga minglab yolg'onni atf etgan hadischilar ag'val so'zlar, axbor xabarlar, hakam
hikmatlar yoki boshqa biror arabcha kalimani payg'ambarning so'zlari uchun qo'llanishi mumkin edi. Ammo har bir mavzuda ixtilofga tushadigan hadischilar bu so'zlarga kelganda bir ovozdan bularni hadis degan, Qur'onning bu oyatining ishoratiga dohil bo'lishlari ham Qur'onning sanoqsiz mo'jizalaridan biri. Bu uydirilgan hadis emas, balki o'zidan oldingilarni tasdiqlovchi, barcha narsani mufassal bayon etuvchi, iymon keltirganlar qavmi uchun yo'llanma va rahmatdir. Yusuf 111. Alloh taolo bu uydirilgan hadis emas deya Qur'onda barcha narsa mufassal bayon etilgani bilan birga hadischilar hech tushunmaydigan bir haqiqatni ham urg'ulaydi. Vaholanki hadischilar Qur'onning mufassal ekanini ko'rmasdan keladi. Hadislarni an'ana va urf-odat va shaxsiy qarashlarni dinga tiqishtirganlar, bunda ham hadislar bosh rolda. Ayni oyat Qur'onning uydirilgan hadis emasligini aytib turibdi. Anglashda niyat qilganga o'z mo'jizasini namoyon etadi. Endi sen ushbu hadisga iymon keltirmasalar, balki o'zingni mahv etgudek qiynalurmisan? Kahf surasi 6-oyat. Mazkur oyatdan payg'ambarning odamlar iymonga kelmayapti deya mahzun bo'lgani yagona hadis Qur'on ekanini anglaymiz. Payg'ambar Qur'ondan boshqa biror hadisga da'vat etmagan. Hech kimga o'z hadislarini yozishga ham izn bermagan. Agar payg'ambarning hadislari ham din manbai bo'lsaydi, payg'ambarimiz ularni ham yozdirib qayd ettirardi. İnsanlar o'sha hadislarga ishonmagani uchun ham ezilardi. Payg'ambarning insoniyatga keltirgani, tabliğ etgani va uning yo'lida mujodala etgani yagona hadis bu Qur'on. Qur'onda hadis deya tan olingan va bizdan ergashish istalgan yagona hadis bu Qur'ondir. Qur'on o'zidan tashqari hech bir hadisga ergashishga buyurmaydi ham, ishora ham etmaydi. Agar payg'ambarning hadislari, ya'ni so'zlari, ular ham Qur'on tashqarisida din manbai bo'lganida, Qur'on buni o'z oyatlarida bildirgan bo'lardi. Bu haqda birorta ham oyat yo'q. Qur'onda hadis kalimasi yuqorida ko'rilgan shaklda ishlatilgan. Bu esa bugungi qo'llanilayotgan hadis tushunchasining keyinchalik uydirilganligiga, moslashtirilganiga ochiq dalil bo'ladi. Bu Allohning oyatlaridir. Ularni senga haq ila o'qib bermoqdamiz. Shunday ekan, Allohdan oyatlardan so'ng yana qanday hadisga iymon keltiradilar? Josiya 6-oyat. Qur'on o'rtaga bir savol tashlamoqda. Agar unga rivoyat markazli din mansublarining xoh mazhabchi yo bemazhab yo sunniy yo shiy farqi yo'q. Agar rivoyat markazli din mansublari javob bersa, javoblari quyidagicha bo'ladi. Allohdan va oyatlaridan so'ng yana qanday hadisga iymon keltiradilar degan savolga javoblari Buxoriyga, Muslimga, 12 imom hadislariga, Abu Dovudga, Nasoiyga, Termiziyga va Ibn Mojaga iymon keltiramiz. Kim ham o'z hadisida Allohdan-da to'g'riroq. Niso 87-oyat. Agar to'g'ri so'z bo'lsalar, uning o'xshashi bir hadis keltirsinlar. Tur 34-oyat. Qur'onning bu oyatiga qarshi Abu Dovud nomli mashhur hadischi payg'ambarimizga Qur'on va uning o'xshashi berilgan deya hadislarni qutqarishga urinadi. Ammo hadislarni qutqarish uchun bu yetarli emas, chunki hadislar Qur'onning o'xshashi emas. Aksincha, Qur'ondan bir necha jild ko'p. Bu hajm jihatidan, ma'no jihatidan esa ichki ixtiloflarini aytmay ham qo'ya qolaylik. Bundan tashqari Abu Dovudning hadisi quyidagi oyatga zid keladi. İnsanlardan shundaylar borki, ilmsiz holda Allohning yo'ldan adashtirish va uni istehzo maqsadida hadis ko'ngil xushligini sotib oladi. Mana shundaylar uchun xorlovchi azob bor. Ayni suraning 7-oyatida aytiladiki, bunday kishilarga Allohning oyatlari o'qilganida yuz o'giradilar. Koshkiyda faqat Qur'onga tayanib, biror masalada hukmini yetkazganimizda mazhabchi yo bemazhab mutaassiblar
bu oyatni faqat chiroyli ohang uchun emas, balki ma'no va mazmunini anglash niyatida ham o'qisalar, shoyat anglatmoqchi bo'lganimizni yaxshiroq ilg'agan bo'larmidi. Qur'onda payg'ambarimizga taalluqli o'laroq hadis kalimasi faqat 2 o'rinda va quyidagi shaklda ishlatiladi. Ahzob surasi 53-oyat. Ey iymon keltirganlar, taomga chaqirilganingizdan boshqa paytda nabiyning uyiga kirmang. Taom yeb bo'lgach tarqaling. Hadisga berilmang. Bunday qilishingiz payg'ambarni behuzur qiladi. 2-oyatimiz Tahrim surasi 3-oyat. Payg'ambar ayoliga bir yashirin gapni aytdi. Hadisni aytdi. U ham buni xabar qildi. Alloh ham unga buni oshkor etgach, ya'ni nabiyga, u bir qismini ochiqladi va bir qismidan voz kechdi. Ko'rib turganimizdek, hadis kalimasining bu yerdagi payg'ambarga nisbatan qo'llanilishi sunniy va shiiy mazhablarining hadis deganlari bilan hech qanday aloqasi yo'q. Hadis kalimasi Muhammad alayhisalomning so'zlari deguvchilar uchun 2 oyatning ishorati o'ta muhim. Tahrim surasidagi hadis kalimasi sunniy va shialarning dinlashtirganim ta'limotlar uchun emas, payg'ambarning shaxsiy oila ichidagi so'zlari uchun ishlatiladi. Boz ustiga har 2 o'rinda hadis kalimasi manfiy kontekstda keladi. Sunnat kalimasiga kelsak, Qur'onda yagona yaroqli musbat ma'nodagi sunnat bu sunnatulloh, Allohning sunnati, ya'ni Allohning o'zgarmas qonunlari. Bu mavzuda hali 16-bobda batafsil suhbatlashamiz. Islomning yana bir asosiy manbalaridan biri o'laroq ko'rsatilgan ijmo va undan yasalgan o'zakdosh kalimalar Qur'onda doim manfiy kontekstda ishlatiladi. Bu Qur'onning hadis, sunnat misolida ko'rganimiz kabi ijmo ham mo'jizaviy tarzda oldindan xabar berganini eslatadi. Ijmo kalimasi va o'zakdoshlari uchun quyidagi oyatlarga qarang. Toha 60, Ma'orij 18, Humaza 2, Ali Imron 173, Ali Imron 157, Yunus 58, Zuhruf 32, Shuara 38, Shuara 39, 56, Yusuf 19, Yunus 71, Toha 64, Isro 88, Haj 73, Qamar 45, Qasas 78, A'rof 48, Qamar 44. Sahih hadislarni nima qilamiz? Bu yergacha aytganlarimizdan kelib chiqib, bu savolning javobi aniq. Hadislar orasida 10 minglarcha uydirma borligi sir emas. Qur'onga zid, Qur'onga ilova hukmlar keltiruvchi, aql va mantiqning oddiy qoidalariga g'irt ters keluvchi bu rivoyatlar kizb ekani ham shubhasiz. Dinga ilova qiluvchi hadislar, Qur'onning mufassal, barcha narsani ochiqlaguvchi, hech bir nuqsoni bo'lmagan kitob ekani haqidagi oyatlarga zidligi bois ochiq, oshkor uydirmalardir. Bundan boshqa hadislar Qur'onga zid bo'lmaslik sharti bilan to'g'ri bo'lish ehtimoli bor. Biz to'g'ri bo'lish ehtimoli bor deyapmiz, mutlaqo to'g'ri demadik hali. To'g'ri hadislarni nima qilamiz degan savolning javobi esa quyidagicha. Qaysi hadis to'g'ri ekanini bilish imkonsiz. Yolg'on hadislarning bir qismini yuqoridagi o'lchovlardan tanib olishimiz mumkindir, ammo bir rivoyatni 100% to'g'ri ekaniga hech qachon amin bo'la olmaymiz, chunki guvoh bo'lganimizdek, yolg'on hadislar bilan to'g'ri bo'lish ehtimoli bo'lgan hadislar ayni kishilar tarafidan, ayni o'lchovlar bilan, ayni yillarda to'plangan. Hijriy 200-yillardan o'tib, Buxoriy va Muslim va boshqalar to'g'ri hadislarni topishga, bu albatta bizning fikrimiz, to'g'ri niyat va ulkan g'ayrat va sa'y harakat qilganlar. Bu bizning gumonimiz. Ammo oradagi vaqt farqi, mavjud obyektiv va subyektiv shartlar sababli imkonsiz bo'lgan va bu maqsadga erisha olmagan. Xo'p, bugun Hijriy 15-asrda bunga qanday erishish mumkin? Qur'onga to'lig'icha mos keladigan so'zni har qanday musulmon aytgan bo'lib,
payg'ambarning so'zlari bilan aralashtirilgan bo'lishi ehtimoli ham nihoyatda yuqori. Dinga yaxshilik qilish niyatida hadis uydirganlar haqida hali 5-bobda so'z yuritamiz. Bu hadislar dinga og'izda yaxshilikni istaganlarni uydirgan hadislari emasligiga ham kafolat yo'q. Hadis naql etuvchilar ham, hatto to'plaguvchilarning o'zlari ham qayerda odamlarning ishiga yaraydigan chiroyli so'z topsangiz boshiga qola Rasululloh deyishdan qo'rqmang degan ham tarixiy voqelik. Qur'onga ilova qo'shmagan, Qur'onga zid kelmaydigan hadislarga nisbatan bizning tutgan mavqeyimiz mana shularga asoslangan. Biroq bu ehtiyotkorliklarga qaramay, Qur'onga zid kelmagan va dinga ilova qo'shmagan hadisning ko'pchiligidan ular hadis adabiyotining, hadis kulliyotining o'ta muhim bir qismi, o'ta ulkan bir qismi. Tarixiy ma'lumot manbai o'laroq foydalansa bo'ladi degan fikrimizni ana shu o'rinda aytib o'tishimiz lozim. Payg'ambarning amriga itoat etishimiz buyurilgan so'zlar faqatgina payg'ambarning elchilik missiyasi dohilidadir. Allohning kalomini insonlarga yetkazarkan, Qur'on deya og'zidan chiqqan so'zlari bo'lishi kerak. Ana shular hadis bo'ladi. Asli Allohning kalomi bo'lmish bu so'zlarni insonlar payg'ambarning og'zidan insonlar orasida ishlatiladigan so'zlar formatida eshitgan. Rasulning keltirgani bu risolatga bo'ysunish orqali ham Rasulga, ham uning keltirgani risolatga, ya'ni Qur'onga, hamda aslida Rasulni ham risolatni ham yuborgan zotga, Allohga bo'ysungan bo'lamiz. Maqsadimiz zaharni ichmasinlar, asalni emas. Payg'ambarimiz hadis yozishni taqiqlaganini bu bo'limda o'rgandik. Ilk 4 xalifaning hadislarga qarshi tutgan yo'lini ham hali 11-bobda ko'rib chiqamiz. Din borasida Qur'on yetarli ekan, payg'ambarimiz va ilk 4 xalifa hadis yozishni taqiqlagan ekan, hatto hadis to'plamlarini yoqib yuborgan ekan, bugunga kelib bizning hadislarni qutqarishga urinishimizning go'yo qutqarib bo'ladigandek nima ma'nosi bor? Bir idishning yarmi asal, qolgani zahar bo'lsa, buning bir qismini ichsa bo'ladi deyish to'g'rimi? Hadis kitoblarida aynan mana shu tarzda rost va yolg'on aralashib yotibdi. Hadislar din manbai emas deganimiz, odamlar asal ichmasin deb emas, zaharni ichib qo'ymasin deb. Bizga zarur barcha diniy ilm, payg'ambarimizning fe'l-atvori va axloqiga taalluqli barcha ma'lumot Qur'onda yetarlicha mavjud. Bundan boshqa ma'lumotlar diniy jihatdan keraksiz. Bu keraksiz ma'lumotlarning rostini yolg'onidan ayirish esa mutlaqo imkonsiz. Qur'on eng to'g'ri yo'lga eltuvchi ochiq oydin kitob. Qur'onga mos so'zlarni esa kim aytsa ham to'g'ri so'zni aytgan bo'laveradi. Ba'zi din suiiste'molchilari bu kitobdagi fikrlarimiz go'yo payg'ambarni inkor etish, payg'ambarni so'zlarini inkor etish va payg'ambarga hurmatsizlik deya ko'rsatishga urinib, hiyla-nayrang qilishlarini bilamiz. Aslida payg'ambarga hurmatsizlik, u zotni so'zlariga hurmatsizlik, u zotni jinsiy hayotiga doir nojo'ya rivoyatlar uydirish yoki dunyoni ho'kiz va baliq ustida deguvchi safsatalarni payg'ambar degan deyishdir. Payg'ambarga hurmatsizlik mana shudir. Bunaqa rivoyatlarni tashib yurguvchilarni qanaqasiga to'g'ri so'z va payg'ambarga hurmatli deyish mumkin? Qur'on tashqarisidagi hadislarni inkor etish, payg'ambarga hurmat ehtiromning, dinni xolis Allohga xoslashning va Qur'onni o'zi yetarli qabul etishning tabiiy natijasidir. Xuddi Iso alayhissalomni ulug'lab oxiri uni iloh darajasiga chiqarganlar kabi, payg'ambarimizni ham yaxshi ko'raman deb uni go'yo sehrlangan, Allohga yolg'on isnot etgan, chalkash va ixtilofli hukmlar qoldirib ketgan kabi tasvirlovchi kitoblarni din manbai qilib yurgan va bu kitoblardagi biror so'zga shubha bildirganni kofir e'lon etganlar ham bu ummatda bor. Payg'ambarlar bizni Allohga ishonishimizni, Allohning diniga bog'liq qolishimizni istaydi.
Hech bir payg'ambar o'ziga yolg'on nisbat etilib, o'zini ilohlashtirishlarini yoki Allohning diniga ilovalar qilishlarini istamaydi. Payg'ambarlar eng ko'p xushnud bo'ladigan amal dinning xolis, sof, ilovasiz, nuqsonsiz holiga tobe bo'lishdir. Ammo xristianlar kabi Isoni ulug'lab, hurmat, ehtirom ko'rsatib, oxiri bu hurmat oqibatida haqiqiy dindan uzoqlashib ketish emas.